Assalomu alaykum hammaga. Hamma yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlarmi, hurmatli treyderlar? Bugun bitta qisqagina video qilmoqchi edim. Xudo xohlasa, manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bugun gaplashadigan narsamiz bilmadim, video 10-15 minut atrofi bo'lsa kerak. Gaplashadigan narsamiz bugun market struktura haqida gapirmoqchiman. Market strukturani kimlar shu paytgacha qo'shib ishlatib kelgan, kimlardir ishlatmaydi, kimlardir noto'g'ri tushunchada. O'shaning uchun shu paytgacha o'zim qilgan xatoni to'g'irlagan holatda umumiy market struktura holati, ya'ni asosiy direction oladigan narsa haqida, bozorni tagi haqida biroz ma'lumot bermoqchiman. Bu narsani Xudo xohlasa erinchoqlik qilmasdan oxiriga yetsa, kimdir agar savdolarida juda keskin o'zgarish bo'ladi. Bu narsaga 100% ishonaman-da. Nimaga bunaqa? Sabab oldin bittagina trend liniya bilan ishlayotgan odam, misol uchun 1/1, 1/2 sootnosheniyada ishlaydigan bo'lsa, bu narsani trend liniya bilan mix qilish oqibatida bilmadim, balki 1/10, 1/15, balki 1/5 sootnosheniya bemalol ishlasa bo'ladi. O'sha support rezistencelardan tashqari bu umuman boshqa narsa. Xullas, boshlaymiz bo'lmasa. Bizlarda bozorda ikkita trend bor, ya'ni market strukturani ishlatishdan asosiy maqsadim eng asosiy maqsad o'sha trendni aniqlashdir. Demak, bizda ikkita trend bor. Uptrend va downtrend. Aynan mana shunaqa ikkita trend bor. Bosuvchi, tushuvchi. Bu narsani ko'pchilik juda yaxshi bilsa kerak. Ya'ni bozor ikkita trenddan tashkil topganini hamma juda yaxshi bilsa kerak. Oddiy buy sell o'ynashni biladigan odam ham bu narsalarni juda yaxshi biladi. Narx faqatgina ikkita tomonga harakatlanadi, yo yuqoriga yo pastga. O'shani hisobga olgan holatda ikkita trend umumiy holatda mavjud. Endi bularni umumiy xarakteri bor, ya'ni qanaqa? Uptrend uchun birinchi doim high yasaladi, keyin low yasaladi. Ya'ni bu nima degani? Mana oddiy line chart chizayotganimizda mana birinchi high yasaydi, keyin low yasaydi. Birinchi high, keyin low. Aynan shunaqa qilib shakllanadi uptrendimiz. Downtrendda teskari, mana birinchi low yasalyapti, high, low, high, low, high. Endi mana shu umumiy struktura ichida biz asosiy strukturalarni ajratib olishimiz kerak va o'sha katta umumiy strukturaga qarab savdoni amalga oshirish kerak. Bu narsa nimaga yordam beradi? Mana bu aytgan narsa. Trendiy liniya mana bu joyda bor. Bu kichkina struktura hisoblanadi ichki time frame'da. Trendiy liniya yorib o'tildi va kimdir mana bu joylarda entryni amalga oshirdi. Aynan mana shu joylarda. Va trend liniyani qoidasi bo'yicha yo 1/1 sootnosheniyada yoki trend liniyani o'zining qoidasi bo'yicha har bitta trend liniyani shakllantirishga yordam bergan highlar yoki lowlarda save qilib обязательно chiqib ketish kerak bo'ladi. Endi agar market strukturani qo'shadigan bo'lsak, tasavvur qilamiz, mana bu joyda aniq bayligini bilamiz. Aniq bay yurishini ko'rib turibmiz va mana bu joyda aniq yangilashini bilamiz. Ya'ni aniq deganda ham bu ehtimollik 90% deya qolaylik, eng normal. Va mana bu joyda yangilashini bilamiz. Bu degani qo'rqmasdan ushlab o'tirishimiz mumkin yoki qachonki bizda razvoratniy model shakllansagina bitimdan chiqib ketishimiz mumkin. Mana shu holatda risk rewardimizni sootnoshenalarni anchaga ko'paytirishimiz mumkin. Endi real bozordan bitta ko'rib chiqsak, boya aytgan gapimizga qaytamiz. Market strukturada sell uchun birinchi nima shakllantirardi? Birinchi low, high,
va buni bitta korobkaga olib qo'yamiz bunaqa holatda. Bitta korobkaga oldim va korobkamizda yana pastga buzib qo'ydi tanasi bilan. Bu degani cell trend davom etyapti degan. Bundan keyin aynan H1 time frame'da turibmiz. H1 time frame'da yana struktura bormi? Savol. H1 time frame'da boshqa struktura shakllanmadi. Qachonki narx mana bu haydan yoki bu haydan pastga tushib, yana mana buni buzganda, mana bu low'imizni buzgan holati bo'lganda, bizda yana bitta struktura shakllanardi va sell strukturamiz mana bunaqa holatda davom ettirib ketardik. Lekin struktura shakllantirmagani uchun bizda mana bu struktura aktual bo'ladi. Bu struktura aktual bo'ladi va bu strukturamizni birinchi pastga buzyapti. Mana birinchi pastga buzyapti, ichida yurib keyin tepaga buzyapti. Ya'ni agar biron bir strukturani ikki marta buzadigan bo'lsa, bitta pastga, bitta tepaga, o'zidan yana bitta katta time frame'da low va high yasalayotgan bo'ladi. O'sha narsani inobatga olib qo'yish kerak. Bunaqa holatlar juda ko'p bo'ladi. Ya'ni bozor doim low va highlardan tashkil topganmi, demak mana bunaqa holatlar juda ko'p uchraydi. O'shanga tushib olish kerak. Faqat bu H1 time frame'da bo'lganligi uchun bunaqa uzoq muddat o'tkazib qo'yamiz biz. Aynan mana bu joydan misol uchun yangilanmadi. Mana bu joydan bu joygacha 15 kun o'tib ketibdi. Lekin ichki struktura bo'yicha yana ishlab ketishimiz mumkin. Umumiy struktura mazmunini tushunishga harakat qilamiz. Va bu yoqda aynan mana bu nuqtada, mana shu nuqtada biz yana buyga o'zgardik trendimiz. Endi globalniy H1 da buy turibdi va M15 ga olib o'tadigan bo'lsak, M15 da mana bu joyda aynan sellga oqishni boshlagan joyda yana bitta struktura shakllangan mana. Ko'ryapmiz. Bu yoqda o'suvchi trend bo'lganligi uchun highdan lowga tortyapman. Va mana bu buzilgan paytda break bo'lyapti. Break bo'lyapti. Endi bitta impuls haqiqiy break. Mana bu switchani tanasi bilan yopilyapti. Undan keyingi holat mana bu joydan istalgan joydan o'sha kim nimani bilsa order block, trendiy liniya, misol uchun trend liniya chiroyli model bergan. Trendiy liniya va hokazo narsalar bo'yicha bemalol ishlashimiz mumkin-da. Endi keling mana buni realniy fakt asosida ko'ramiz. Mana bu joyda trendiy liniya buzib o'tildi, откатidan kimdir entry qildi. Stop lossimiz hayda, qonun qoida bo'yicha. Va mana bu joyda chiqib ketishimiz o'zi bu lowda yoki mana bu eng pastki lowda chiqsak ham risk rewardimiz 2.7 ekan, ya'ni 1 ga 2.7. Endi market struktura bo'yicha oladigan bo'lsak, market strukturamiz break bo'ldi va qachon chiqib ketamiz bitimni? Qachonki market struktura teskari model bergan. Bizga teskari modelda qachon berdi market struktura? Mana bu joyda. Mana shu joyda. Bu 1 ga 7 satnashini bemalol olib chiqib ketsak bo'lardi. Bu yoqda qanaqa market struktura bo'ldi? Buni ketma-ketlikda tushib kelamiz hozir. Oxirgi breakimiz mana bu bo'lsa, demak sellga o'zgardik. Endi buy uchun highdan lowga tortayotgan bo'lsak, korobkamizni endi esa teskari bo'ladi. Lowdan highga tortamiz. Lowdan highga tortamiz. Bu break bo'ldi, trendimiz davom etyapti. Yana lowdan highga tortamiz. Bu pastga break bo'ldi, yana sell trend davom etyapti. Va yana lowdan highga tortamiz. Bu yoqda mana pastga break bo'ldi. Ya'ni hammasini mana low, high, low, high. Pastga break qilib qo'ydi. Ya'ni bu sell davom etyapti degani. Lekin keyinchalik bizga struktura shakllantirib bermadi va tepaga yana buzib qo'ydi. Mana bu joyda tepaga yana buzdi. Bu degani nima degani? Biz yana buyga nazorat qildik degani. M15 time frame haqida gap ketyapti. M15 time frame'da mana bu joyda break bo'ldi, ya'ni strukturamiz. Aynan mana shu joyda biz sell fikrini vaqtinchalik unutib turamiz.
break bo'ldi. Endi mana bu narsa kerak emas. Mana shu breakni sell degan fikrni vaqtinchalik esdan chiqarib turamiz va mana bu joyda ushlagan sellimizni aynan mana shu breakdan keyin yopsak bo'ladi. Bu breakni ko'zimiz ko'rgandan keyin aynan biz buyga harakat qilamiz. Misol uchun mana bu joyda yana boyagidagi misolda oddiy trendiy liniya bor, to'g'rimi? Trendiy liniya buzilishiga kimdir entry qildi. Aynan bu joydan bundan ertaroq, farqi yo'q. Trend liniyaning qonun qoidasi bo'yicha chizaylik. Menimcha joylashdi. Trend liniya yopilgan sham, break qilgan sham mana bu bo'lsa, bundan keyingi sham bu. Demak, mana shu joyda entry bo'ldi deb hisoblaylik. Endi bu joydan entryni olamiz. Stopimizni lowga qo'yamiz. Va oxirgi high'imizga olib borsak ham bizga 1 ga 2 bo'lyapti-da risk reward. Bu juda kichkinadan. Misol uchun $100 depozit bilan ishlayotgan odam $10 riskovat qilsa, $10, $12 kuniga ishlash u odamni katta ehtimol bilan qoniqtirmaydi-da. Buni ushlab turib, shunchaki mana bu joyda haqiqiy break bo'lganini ko'rish orqali buni, ya'ni hozirgi mana bu risk соотношениесini bir necha barobarga o'stirsa bo'ladi. Highgacha ola qolaylik. Yo'q, highgacha emas, bu yoqda ham teskari razvorotgacha olamiz. Aynan umumiy struktura sellga razvorot bergan joy. Qayerda oxirgi mana buyga chiqib ketamiz, demak bizga oxirgi high low kerak, mana bu bo'ladi. Oxirgi high lowni buzgan svecha bumi, demak mana shu joygacha bemalol ushlasak bo'ladi, buni yopilishigacha. Mana 1 ga 3 bo'lar ekan почти bu ham. 1 ga 3. Nisbatan boyagidan ko'ra yaxshiroq. $10 riskovat, $30, $27-28 stop degani. Take profit degani, uzr. Bu H1 bo'yicha. Va yana mana bu joyda sellga break. Demak, endi buyni vaqtincha unutamiz va sellga ishlaymiz. Sellga trend liniya mana bitta buzdi. Stopimiz bu yoqda, misol uchun kelinglarni ham ko'ra qolaylik. Oxirgi marta struktura break bo'lgan joy. Bu narsani aniqlab olishimiz kerak. O'zi oxirgi strukturamiz o'zi mana bu bo'ldi, to'g'rimi? Pastga buzib qo'ydik va bizda strukturamiz umuman buzilish bermadi. Mana bu joyda M5 ta bergan ekan. M5 ta bergan ekan. M5 ga qarasak agar olib chiqib ketardik, bo'lmasa yo stop yerdik, yo save qilgan bo'lsak, o'shani foydasi bilan o'zimizni nima qilardik? Страховка qilardik. Bu yoqda lekin shunaqa trendiy liniya juda ham chiroyli bermagan hisobigadir balki. Umumiy holat shunaqa. Bu yoqda eng главный razvorot qayerda bo'lyapti? Mana bu joyda. Oxirgi low va high. Mana. Bitta pastga buzyapti, trend davom etayotganini bildirish maqsadida, lekin bu bitta trendni ikkita tarafga buzish nimani bildirardi bizda? Aynan bu narsa katta time frame'da high va low yasalayotganini bildiradi. Ya'ni mana bu joyda low yasaldi, mana bu joyda hozir high yasalyapti. Bu degani yana bitta low yasaladi pastdan va chiqib ketamiz shu bilan dalish. Nimaga chiqib ketamiz? Sabab aynan boyagi holat bo'yicha. Ya'ni break bo'lyapti. Shu sabab yana xudo xolasa tepaga chiqib ketishimiz kerak. Endi bu M15 time frame'niki edi. H1 time frame o'tadigan bo'lsak. Bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak, eng muhimisi. Kichkina time frame doim katta time frame'ga bo'ysunadi. Shu narsani esdan chiqarmaslik kerak. Hozirgi H1 time frame bo'yicha strukturamiz. Biz sellga o'zgardik mana bu joydan. Bu M15 bo'yicha, aniq H1 bo'yicha mana bu joyda razvorot bo'lgan. Demak, sell ketyapmiz va sell bo'yicha oladigan bo'lsak, oxirgi strukturamiz mana bu.
aynan oxirgi strukturani olib qo'yamiz va oxirgi strukturamiz bizga bitta pastga buzdi. Sell trendni tasdiqladi, lekin davomiy struktura yasamadi va tepaga chiqib yopildi. Bu degani trend payiga o'zgardi. Mana bu joy esa katta time frameda H4da low hisoblanadi. Demak, trend payiga o'zgardi va payiga harakat qilishimiz kerak edi. Mana bu joyda biz razворотni ko'rsak, endi biz faqat pay uchun idea qidirishimiz kerak. Bu yoqda nimalar bor? Misol uchun mana bu joyda kichkinagina sellga nimadir berdi, boyagina ko'rgan joyimiz. Bitta trendiy liniya stop loss oldik-ku, aynan o'sha joy. Va bu ishlayverdi. Pastga qanchadir sell uchun ishlab oldingiz, lekin aynan qayerda chiqib ketishni unchalik yaxshi bila olmaysiz-da. Mana bu buyga breakni ko'rsangiz, qachonki mana shuni low yana yangilamaguncha sell qaramay turing. Agar bu shunaqa holatda break qilib qo'yadigan bo'lsa, keyin sell qarashi mumkin. Ya'ni sell davom etayotgan bo'ladi. O'shaning uchun qachonki market struktura razворот qilayotganini ko'rsak, o'sha market strukturaga ergashishimiz kerak. Qanaqa strategiya bo'lishidan qat'iy nazar, SNRmi, o'sha trendli liniyani xos ko'rdigani, order bloklarmi, nima bilan ishlasa ham odam baribir market strukturaga bo'ysunishi kerak. O'shanda kattaroq natija qilsa bo'ladi. Bu narsa boya ko'rsatib berganimdek, o'sha $100 depozit bilan ishlayotgan odam, misol uchun, yoki $50 bilan ishlayotgan odam $10 riskovat qilib turib, $10 kuniga qoniqmaydi-da. Bu xarajatiga ham yetmaydi-ku odamni, misol uchun. O'shaning uchun market strukturani qo'shsa, uzoqroq muddatga bemalol ushlab turish imkoni bo'ladi. Misol uchun, hozir ko'rsatganimdek, mana bu yoqda breakni ko'ryapmiz, haqiqiy, ya'ni razворот. Razворотdan keyin qancha pastga tushmasin, baribir hayda yangiladi. Va trend davom etyapti bizda. Yana bu biroz pastroqqa tushishi mumkin. Mana bu ozroq tushib, bu joylardan yana chiqib ketib qolishi ham mumkin. Balki shunaqa narsa bo'lar. Qolgani o'sha kim nima sistema bo'yicha ishlayotgan bo'lsa, polni kontrol qilib o'tirsa bo'ladi bemalol. SNRda ham H1 strukturani olib, bemalol mana bu joylardan o'sha zonalarni tortib, kimdir mana shu joylardan ilishib olgan bo'lsa ham, mana bu yana bitta hayda yangilamaguncha bemalol ushlab tursa bo'ladi. Endi tasavvur qiling, mana bitta zonamiz bor, misol uchun bu yoqdan rosa shpilkayotgan. Xo'p, mana bu ikkinchi rezistansimiz bizdan. Bu yoqdan nimadir qilib entry qildingiz, qo'shimcha tasdiq trend liniya tortdingiz, ichidan balobatlar, boshqa narsalar va mana bu joygacha ushladingiz. Keling, mayli qiziqdimizmi? Tak. Ichki time frame ko'ramiz. Ichki time frame ko'ramiz. Ichki time frameda bizda nima bergan bo'ladi? Bu joyda entryga deyarli hech narsa bermagan ekan, trend liniya bermagan ekan. Mana bu joyda trend liniya tortsak bo'ladi, lekin juda qo'pol bo'lib qoladi. O'rtadagi masofa juda baland va mana bu joyda idealniy trend liniya bergan, lekin trend liniya buzishiga entry qilishimiz mumkin. Va bundan keyin aynan o'sha market struktura bo'yicha hay yangilanguncha bemalol ushlab o'tirsa bo'ladi. Trend liniya. Bitta stop bu yoqda. Mana 100% stop olgan, ikkinchi urinish. 15 ga qaytamiz. 1 ga 11 bemalol. Xullas, bu narsani bitta ko'rib chiqish kerak.
O'sha haylovlarni xuddi shunaqa belgilab ketasiz mana. Bitta struktura, ikkinchi struktura, bu yoqda yana struktura, sel uchun. Mana bu ikkalasi by uchun, bu sel uchun. Yana sel uchun. Sel va by uchun. Bu yoqda buzganda yana by uchun ko'ramiz mana. Bozor faqat shundan chiqmasdan harakatlanadi. Buni bitta ko'rib chiqing, foydali bo'ladi, xudo xohlasa. Mana by uchun tepaga buzdik, pastga buzdik va yana tepaga buzdik. Hozir yana pastda turibmiz bu struktura bo'yicha. Menimcha biroz pastga tushib bemalol bu struktura bo'yicha mana bu joyda break bo'ldi, chunki mana bu joyda breakimiz bor. Va bu breakdan keyin mana bu highda hali yangilamadik. Agar bu highimizni yangilab qo'ysak, payga davom etamiz. Agar yangilamasak, biroz pastroqqa tushib, taxminan shu joylargacha va yana tepaga. Xuddi shunaqa holat. Trend liniya bilan order blokni qo'shib ishlatish bo'yicha yana bitta video tashlab beraman, xudo xohlasa.